Mana hammomni polini zasipka qilyapmiz. Mana bu yerga unitaz turadi. Bu yerga stralniy. Bu yerga boshkani to'ldirish uchun, suv to'ldirish uchun kran qo'yganmiz. Suvni vodoprovoddan kelyapti-da bu hozir. Suvni bor yo'g'ini bilish uchun bizga kuni bilan suv kelmaydi. Shuni hisobiga vodoprovod qo'yganmiz, boshkani hisobi. Boshkani to'ldirish uchun bu yerdan ko'ramiz bunday ochib. Qani vodoprovodga suv kelyaptimi? Agar kelmayotgan bo'lsa, ochilmaydi. Agar kelayotgan bo'lsa, ochilib, boshkani to'ldirish uchun, pirerka uchun qo'yilgan mana buni. Bu o'rtada suv yig'ilib qolish uchun, balkim tushib qoladimi, to'kilib qoladimi, shu uchun o'rtada bitta yo'l qo'yganmiz kanalizatsiyaga borish uchun. Mana bu yerga nima turadi? Ariston. Aristonni qo'yamiz. Bu yerga qo'l yuvadigan nima turadi? Uvalnik deyiladimi? Xullas qo'l yuvgich turadi. Mana shu lazerni qo'yganmiz. Mana shu lazer bilan hozir mana shuni nima deydi anavi turbani yonlarini mana bu shivyonkani mahin nimasi bilan press qilib trambufa qilib chiqyapmiz. Keyin ustidan mana shu lazer bilan rovni qilib shivyonkani to'kib chiqamiz. Keyin shivyonkani ustidan salafan tashlab, mana yerda pokka bor. Mana shu pokkadan tashlab, salafan tashlab oldin, keyin salafan ustidan mana shu pokkani tashlab, stejka qilib chiqamiz. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Stejkadan keyin yana ko'rsataman. Bu yerga smestitel turadi. Dushovoy dush qiladigan joy bo'ladi mana bu yer. Shunaqa gaplar.